Kitobning 74-betiga keldik. Bajaring va o'rganing. Birinchisiga e'tibor beramiz. Ko'paytmani toping. Bizda 4 ta demak ko'paytma bor va ularni yechishga harakat qilamiz. Keling A dan boshlaymiz. Demak A da 3 dan 2 ko'paytirilgan 5 dan 2. Kattaroq qilamiz. 3 dan 2 ko'paytirilgan 5 dan 2. Endi bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q. Shuning uchun biz suratini suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytiramiz. Ya'ni teng 2 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 5 teng 2 kere 2 bu 4, 3 kere 5 15. Demak javob 15 dan 4 bo'ladi. Buni belgilaymiz. Endi B variantiga o'tamiz. 3 dan 1 ko'paytirilgan 4 dan 3. Bu yerda qisqaradigan sonlar bor. Bu 3 va 3lar. Ularni qisqartirib yuboramiz. 3 ga qisqartirsak bu yerda 1, bu yerda ham 1 bo'ladi. Endi javob 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 1 taqsim 4. Ya'ni bu 1 taqsim 4 natijani beradi. Belgilaymiz. Va C variantiga o'tamiz. Bu yerda 5 dan 4 ko'paytirilgan 6 dan 5. Bu yerda qisqaradigan sonlar bor. Bu 5 bilan 5 qisqaradi, 4 bilan 6 esa 2 ga qisqaradi. Demak, birinchi 5 larni qisqartirib yuboramiz. Ikkalasi ham qisqarsa 1 qoladi va 4 bilan 6 ni 2 ga qisqartiramiz. 4 qisqarganda 2, 6 qisqarganda 3 bo'ladi. Shunda e'tibor beramiz. 2 taqsim 1 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Bu bizga 2 taqsim 3 javobini beradi. Belgilaymiz. Va D variantiga e'tibor beramiz. 7 dan 3 ko'paytirilgan 4 dan 3. Bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q. Shuning uchun suratini suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 7 ko'paytirilgan 4. Bu 9 taqsim 28 degani. Javobni belgilaymiz. Va masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala. Ustunning uzunligi 9 dan 8 metr. Hozircha belgilab qo'yamiz. 9 dan 8 metr. Dono uning 6 dan 5 qismini ko'k rangga bo'yadi. Demak, bo'yapti uning 6 dan 5 qismini. Ustunning necha metri ko'k rangga bo'yalgan? Javobni oddiy kasr ko'rinishida yozing. Xo'p, buni yechish uchun biz demak birdan pastadan yozishga harakat qilamiz. 9 dan 8 dan 6 dan 5 qismini topamiz. Ya'ni ularning ko'paytmasi hisoblanadi. Endi bu yerda qisqaradigan sonlar bormi? 9 bilan 5 yoki 8 qisqarmaydi, lekin 6 bilan 8 bular qisqaradi. Ularni 2 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. Shunda 6 ni 2 ga qisqartirsak 3, 8 ni 2 ga qisqartirsak 4 bo'ladi. Shunda natijamiz 4 taqsim 9 ko'paytirilgan 5 taqsim 3. Qisqaradiganlar yo'q, demak suratga, mahrajni mahrajga ko'paytiramiz. Ya'ni 4 ko'paytirilgan 5 taqsim 9 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Ya'ni surati 20 ga, mahraji esa 27 ga teng bo'ladi. Endi javobimiz 27 dan 20 metr kelib chiqadi va buni biz javob sifatida belgilab olamiz. Endi uchinchisiga o'tamiz. Tomoni 5 dan 4 metr bo'lgan kvadratning yuzini toping. 5 dan 4 metr. Javobni kasr ko'rinishida yozing. Xo'p, bizda tomoni 5 dan 4 metr bo'lgan kvadratning yuzi, biz S harfi bilan belgilaymiz uni. Kvadratning yuzi bu ikkita tomonining ko'paytmasi. Ya'ni 5 dan 4 ko'paytirilgan 5 dan 4. Bu aynan kvadratning yuzini beradi. Endi 5 dan 4 ga 5 dan 4 ni ko'paytiramiz. Bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q, demak 4 kere 4 taqsim 5 kere 5 bo'ladi. 4 kere 4 taqsim 5 kere 5. Bu 16 taqsim 25 javobini beradi. Bunda biz birligini ham yozib olishimiz kerak. 2 metr ko'paytirilgani uchun bu metr kvadrat bo'ladi. Buni hozircha tushunish shart emas, lekin javob sifatida 25 dan 16 metr va yuqorisiga demak kvadrat, ya'ni 2 ni kichkina qilib yuqorisiga yozib qo'yamiz. Va keyingi masalaga o'tamiz. 4-masala. Akmal kitob sotib olish uchun shaxsiy jamg'armasining 4 dan 3 qismini sarfladi. Demak, umumiy jamg'armasining 4 dan 3 qismi demak kitobga ketdi. Sarflangan pulning 4 dan 1 qismiga hikoyalar to'plami sotib oldi. Demak, umumiy sarflagan pulining 4 dan 1 qismini hikoyalarga beribdi.
Akmal jamg'armasining qancha qismini hikoyalar to'plami sotib olishga sarfladi? Buni bilish uchun sarflagan puli, ya'ni 4 dan 3 qismining yana 4 dan 1, shuning uchun ko'paytiriladi. 4 dan 3 ko'paytirilgan 4 dan 1 bo'ladi. Va bu yerga e'tibor beramiz. Bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q. 3 ni 1 ga, 4 ni 4 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 3 taqsim 16 kelib chiqadi. Demak, 16 dan 3 qismini hikoyalarga sarflagan bu javobni biz belgilab olamiz. 16 dan 3 qismi. 5-masalaga keldik. Kinoteatrdagi tomoshabinlarning 8 dan 3 qismi katta yoshlilar, qolgan qismi bolalar. Bolalarning 3 dan 2 qismi esa qizlardan iborat. Birinchi savolimiz: tomoshabinlarning qancha qismi bolalar? Buni topish uchun e'tibor beramiz. Bizda 8 dan 3 qismi kattalar edi. Buni hozircha sariq bilan belgilab olamiz, chunki bu yoshi kattalar, ya'ni katta yoshlilar. Endi 8 dan 3 katta bo'lsa, bolalar qanchani tashkil etadi? Biz guruhni umumiy bitta to'liq guruh va uning 8 dan 3 qismi katta edi bo'lsa, bolalarni topish uchun biz 1 dan 8 dan 3 ni ayirib tashlaymiz. Shunda bolalar qismi kelib chiqadi. 1 ni biz 8 taqsim 8 deb olsak bo'ladi. 8 taqsim 8 ayrilgan 3 taqsim 8. Mahrajlari ikkalasida ham bir xil, ya'ni 8 8. Shuning uchun 8 dan 3 ni ayirib suratga yozamiz. 5 taqsim 8 qismi bo'ladi. Bu bolalarning, demak, tashkil qiladigan qismi hisoblanadi. Demak, 8 dan 5 bu bolalar. Mana bu yerda bolalarni ham belgilab olamiz. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. B. Tomoshabinlarning qancha qismi qiz bolalar? Qiz bolalar bu bolalarning 3 dan 2 qismi edi. 3 dan 2 qismini bo'yaymiz va bolalar soniga 3 dan 2 ni ko'paytiramiz. Bolalar soni bizda 8 dan 5 edi. Ko'paytiramiz 3 dan 2 ni. E'tibor beramiz. Bu yerda qisqaradiganlar bormi? Bor. Bu yerda qisqaradiganlar, demak 8 bilan 2 qisqaradi. Ularni keling 2 ga qisqartirib yuborsak, bu yerda 1, 8 ni 2 ga qisqartirsak, bu yerda 4 qoladi. Endi natijamiz 5 taqsim 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Shunda 5 1 ga ko'paytiriladi. 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 3. Bu 12 dan 5 degan natijani beradi. Ya'ni 12 dan 5 qismi bu qiz bolalar ekan. Endi savolni davom ettiramiz. C savolda tomoshabinlarning qancha qismi o'g'il bolalar? Ya'ni bolalar, lekin ularning o'g'il bolalari qancha? Biz buni topish uchun 1 dan ayiramiz qiz bolalar soni, ya'ni 12 dan 5 ni. Va shunda 1 ni biz 12 taqsim 12 deb olsak bo'ladi va ayiramiz 5 taqsim 12. Mahrajlari bir xil bo'lganligi uchun biz suratlarni ayirib, demak yozib olamiz. 12 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 7 bo'ladi va mahrajda 12. Bu qism bo'lganligi uchun qismi deb yozamiz va bu bizda aynan o'g'il bolalarning, demak, qancha ekanligini bildiradi. Javoblarni oddiy kasr ko'rinishida yozing deyilgan. Biz barchasini oddiy kasr ko'rinishida yozdik. Endi 6-siga o'tamiz. Ichimlik tayyorlash uchun 5 dan 1 litr olma sharbati, 4 dan 3 litr suv idishga solib aralashtirildi. Demak, ikkita aralashma bor. 5 dan 1 litr suv, ya'ni sharbat va 4 dan 3 litr suv. Savolni o'qiymiz. Ichimlikning 2 dan 1 qismi boshqa idishga quyildi. Birinchi idishda qancha ichimlik qoldi? Ichimlikning 2 dan 1 qismi, demak, quyilgan bo'lsa, ya'ni yarmi quyilgan bo'lsa, demak, idishda qolgani ham yarmi bo'ladi. O'sha yarmini topishga harakat qilamiz. Keling, birinchi sharbat va suvning yig'indisini hisoblab olamiz. Ya'ni 5 dan 1 qo'shilgan 4 dan 3, ya'ni sharbat va suv aralashmasi. Endi bu yerda mahrajlarga e'tibor beramiz. 5 va 4, bularga umumiy mahraj berishimiz kerak. Umumiy mahraj ularning ko'paytmasi bo'ladi. Shunda 5 dan 1 ga biz umumiy mahraj 20 beradigan bo'lsak,
Bunga 4 ni ko'paytirishimiz kerak. Bunga ham 4 ni ko'paytiramiz. 4 ga esa 5 ni ko'paytiramiz. Shunda umumiy mahrajlar 20 bo'ladi. Bunga ham 4 ni ko'paytiramiz, 5 ni ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz 5. E'tibor beramiz. 4 kera 1, 4 kera 5. Bu bizda 4 taqsim 20 ni beradi. Plus. Keyingisida 5 kera 3, 5 kera 4. 15 taqsim 20 teng. Mahrajlarni demak umumiy, ya'ni 20 qilib oldik. Demak suratlarni qo'shamiz. 4 ga 15 ni qo'shamiz. 19 bo'ladi. Taqsim 20 litr. Demak bizda hozircha 20 dan 19 litr demak aralashma bor va shu ichimlikning 2 dan 1 qismi boshqa idishga quyildi. Demak quyildi. Alohida demak yozsak bo'ladi. Quyildi. 20 dan 19 ko'paytirilgan 2 dan 1. Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q. 19 ni 1 ga, 20 ni 2 ga ko'paytirib yozamiz. 19 taqsim 40 litr. Demak, quyildi bu 40 dan 19. Endi birinchi idishda qancha ichimlik qoldi? Qoldini topish uchun biz bor aralashmadan quyilgan aralashmani ayirib tashlaymiz. Ya'ni 20 dan 19 ayrilgan 40 dan 19. 20 dan 19 ayrilgan 40 dan 19 bo'ladi. Bu yerga mahrajlarga e'tibor beramiz. 20 va 40. Bularga umumiy mahraj beramiz. Umumiy mahraj bu 40 bo'ladi. Shunday ekan, birinchi kasrning surat va mahrajiga 2 ni ko'paytiramiz. Ko'paytirilgan 2, bu ham ko'paytirilgan 2. Shunda demak 2 kera 19 bu 38, 2 kera 20 bu 40. 38 taqsim 40 ayrilgan 19 taqsim 40. Mahrajlar ikkalasida ham bir xil, ya'ni ikkalasida ham 40 bo'ldi. Demak, suratlarni ayiramiz. 38 dan 19 ni ayiramiz. 19 bo'ladi va mahrajda 40 ni yozamiz. Demak, bizda qoldi aynan 40 dan 19 litr. Demak, aralashma. Buni biz javob sifatida pastda ham yozib olamiz. Javob qoldi 40 dan 19 litr. Keyingisiga o'tamiz.